Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Esa do'stlar. Yangigina videomga xush kelibsizlar do'stlar. Sizlardan ming bor uzr so'rayman do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan kreativda, ya'ni kreativ qilganimizda har xil nimalardir bu shaharimizga narsa beramiz. Do'stlar, sizlar qayerdan oldingiz kreativni desanglar, bu kreativni men qanchadirga sotib oldim. Bu faqat bittagina videoyimda uchraydi. Shuning uchun do'stlar, biz hozir kreativ bo'lganimizda boshlaymiz do'stlar. Hozirgi birinchi boshlayotgan ishlarimiz uy quramiz. Ya'ni qanaqa uy desanglar, bir o'ylab topish kerak. Hozir men uylarni qurishni boshlayman do'stlar. Qani biz unda boshladik do'stlar. Biz yana bir bor mana bunaqa joylarni biz qurganmiz va mana bunaqa uylarni qurganmiz. Bu uyda qachon ko'rishni xohlasanglar, keyingi videoda ko'rasizlar. Buning uchun faqat sizlardan layklarni so'rab qolaman. Bunda faqat ikkita xonalari bor. Ikkita emas, endi ko'p, faqat shu ikkita odam yashaydigan uy. Mana bu yerda spawn bo'layotgan joylarni ham qurdim. Endi uyni qurishni boshlayman. Uyni esa qayerdan qurishimni aytaymi? Uyni qurish mana bu joydan quriladi. Biz mana bu tomonga quramiz. 2 3 4 5 6. Buni 10 taga 10 qilamiz. Bo'ldi. Endi bu tomonimiz do'stlar, shunaqa joylarda adashib ketaman. Tezlashtirib olishimiz ham kerak, lekin tezlashtira olmayman. Va mana bo'ldi. Mana bu joyda mana bunaqasi qilib olib kelamiz. Buning ustiga esa mana bunaqasi bloklarni qo'yib chiqamiz. Ha do'stlar, uyim chiroyli chiqmayotgan bo'lsa, kommentariy yozing. Agar chiroyli chiqayotgan bo'lsa, menga like va obuna bo'lib qo'ying. Mana shu yerdan kim yaxshi qilganini bilib olamiz. Kommentariyaga yozsanglar, bu xunuk chiqqan bo'ladi. Agar xohlasanglar chiroyli chiqibdi deb yozsanglar bo'ladi. Men buni xunuk chiqibdi deb shunaqaga hisobga olmayman do'stlar. Hozir biz mana bu yerda hammasini qilib oldik. Ana endi balandiga nechta qilamiz? 1 2 3 4 5 yo'q. Mana 5 ta bo'ladi, chunki pastki qismida ham hisobga olsak 2 3 4 mana. Endi buni bu tomonga tortish kerak. Mana bunday qilib, bunday va tayyor. Endi bu qismiga ham xuddi shunday shunaqa qilib chiqamiz. Mana shunday qilib yaxshi bo'ldi. Va 2 3 4 bo'ldi. Boshqa chekkaga qo'yilgan joy qolmadi. Va endi bu tomondan ham qo'ysak, mana bunday va buni buzib, mana do'stlar, nihoyat tugatdik. Endi buni biz oynalar o'tirayotgan joyga bo'lib olamiz. Mana bunaqasi qilib, bunaqa. Bu nima desanglar do'stlar, shunchaki men o'zim uchun shunaqa chiroyli qilib qo'yishga qilaman. Chunki bu video uchun yasayman va kommentariya qilish uchun deyman. Hazil, bu juda ham hazil edi. Do'stlar, kanalga albatta like va obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bir xil chiqdi. Endi mana shu yerda videoni to'xtataman. Mana do'stlar, mana bu yerda ham bitirib oldik. Endi tomini qilsak bo'lgani. Bu yerda endi tomini mana bunaqasi qilib chiqamiz. Va do'stlar, mana bu yerda ham tomini ham tugatdik. Aytgancha do'stlar, eshigi qayerda bo'ladi deganlar uchun eshigi mana bu joyda bo'ladi. Mana
tomonda esa bittagina bo'ladi. Hamda do'stlar bizga mana bunaqa kerak bo'ladi. Bu yerda ochib, mana endi bizga oynalarni qaysi biridan qilamiz? Hozirroq kommentariyaga yozing, men qaysini qilishni bilmayman. Bumi yoki bumi? Mana shuni qilsak, chiroyliroq chiqasak. Yo'q. Qaranglar, bu tomonga umuman qo'ymaymiz, bu tomonlarga qo'yamiz. Mana shunday. Mana. Va tayyor do'stlar. Oynalarni ham tugatdik. Bu yerda sakrasa ham bo'lardi, albatta. Endi bu yerga jihozlarni qo'ysak bo'lgani. Jihozlarni birinchi bo'lib kitoblar va bu yerga uchun sariq va siyoh rangdan foydalanamiz. Buning uchun verstak va sunduq aytgancha do'stlar pechka qolib ketibdi. Va mana endi bu yerga bitta bunaqadan. Mana va mana. Bu yerga mana bunday qilib qo'yamiz va kitob javonlar uchun mana bu joylarga qo'yib chiqamiz. Mana do'stlar, endi mana bu narsadan ham qo'yamiz. Hozir do'stlar, mana bu nimaligini o'zlaring ham bilsalaringiz kerak. Buni bilmaydigan odamning o'zi yo'q. Mana bu joyga o'tiradigan joylar ham qo'yib qo'yamiz. Mana. Va endi biz gullar qo'yishimiz kerak. Albatta qizlar gullarni yaxshi ko'radi, lekin o'g'il bolalar esa gullarni ba'zilari yoqtirishmaydi, lekin ba'zilari yoqtirishadi. Xo'p, bizga mana bu narsa va mana bu narsa kerak. Biz birinchi bo'lib mana bu joyga mana bu blokdan olib yo'q, do'stlar, buni bunday qilish uchun bunday qilish kerak emas. Buni shunchaki shu mana bunday qilib qo'ysak bo'ldi. Bunaqa bo'lsa ham sal chiroyliroq chiqardi. Lekin to'xtanglar do'stlar, mana bunaqadan ham qo'yib ko'raylikchi. Mana bunisini qo'yamiz. Yo'q, lekin buni qo'ymaymiz. Bu yerga ham bunday qo'yamiz. Bo'ldi, chiroyli bo'ldi. Xo'p, endi bu yerga o'tiradigan joy qilib qo'yish kerak. Do'stlar, hozir shuni to'xtataveraman. Va do'stlar, mana tugadi deganim. Buni o'chirdim. Mana bunday qilib endi mana bu yerga mana bunaqa o'tiradigan joy qilsak, bo'ladi. Demak, shirinliklardan qo'yib qo'yamiz. Va bu yerga xuddi shunday narsa qo'yamiz. Va do'stlar, tayyor. Endi biz bularga nima qo'yishimizni do'stlaring ham bilib turibsizlar. Gilamlar qo'yamiz. Bunday qilib qo'yib chiqamiz va ko'rsataman. Va do'stlar, va nihoyat mana bu yerda ham tugatdim. Endi bu yerga faqatgina bittagina mana bunaqa narsa qolib ketdi. Va mana faqat mana shunisini buni nima oldi? Mayli do'stlar, bizning uyimiz tayyor, lekin bitta narsa yetishmayapti. Bu ham rasm. Shu bo'laveradi. Mana do'stlar, mana buni boshqa bormi?
Mana bo'ldi. Mana do'stlar, hammasi tayyor. Endi biz bu uyda baholasak ham bo'laveradi. Bu uyga necha baho bergan bo'lardingiz? Buni kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Endi buni o'zimizni clear qilib olamiz va biz mana tayyor do'stlar. Bu kanalga albatta like bosib qo'yinglar. Do'stlar, sizlarga uyda ichini ko'rsatib o'taman. Mana bu yerlarda kitob javonlar, rasmlar va bu yerda ovqatlanishga joy, sunduq, yana uxlaydigan joyga yumshoqqina kravatlar bor do'stlar. Bunga necha baho bergan bo'lardingiz? Kommentariyaga izohlaringizni qoldiringlar. Buni endi keyingi qismigacha ko'rishguncha xayr do'stlar. Bugungi videomizda hozir yana bitta video chiqadi va buni kutib qolingizlar do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'ling. Barchaga xayr. Sizlar bilan Risa bo'ldim. Eshigiga umuman e'tibor bermanglar. Barchaga xayr do'stlar. Keyingi qismgacha ko'rishguncha xayr.